Navbatdagi savol. Ayol kishi ijtimoiy tarmoqlarda o'z ismini yozmasdan qizining ismi bilan kunyalansa, ya'ni o'zini Ummu Gulsum, Ummu Oysha, Ummu Soliha va hokazo deb atasa bo'ladimi? Bu mantiqqa va shariatga to'g'ri keladimi? Chunki onalar o'z ismini sir saqlayman deb qizlarining ismini oshkor qilib qo'ymayaptimi? O'zi umuman ayollar o'z ismini yozishi joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Kunya ma'nosida endi, masalan, Umar roziyallohu anhu Abu Hafs deyilgan. Abu Hafs o'sha Hafsa qizlarini oti bilan katta qizi bo'lganligi uchun Hafsani otasi bo'lgan. Hafs degan o'sha Hafsa onamiz hisoblanadi yoki Abu Xadija deyiladi masalan. Katta qizi bilan ismlangan ko'p kishilar bor salaflardan qarasangiz, ba'zi sahobalardan tortib keyingilargacha bu narsa bor, ma'lum va mashhur. Buni zarari yo'q buni bunday qilishini, ummu fulan deyishini qizi bilan. Lekin ayol kishi ijtimoiy tarmoqlarda bunaqangi ko'rinishi masalan yaxshi emas bu narsa. Odam o'zini o'zi bir ko'z qilishday, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda nima qiladi ayol kishi? Ayolning o'zi asli joyi vaqorna fi buyutikunna. Uylaringda o'tiringlar degan Alloh taolo. Uyda o'tirish deganda, endi bu uyda o'tirish deganda uyda bekorchi o'tirish emas, u ayolning qilayotgan o'zini ishi bor-da, asosiy ayolning ishi erini xizmatini qilish va farzandlar tarbiyalash va ayol bir fabrika go'yoki. Fabrika shunaqa fabrikaki bu jamiyat uchun g'isht ishlab chiqaradi. Va mana shu ayollar ishlab chiqargan g'ishtdan jamiyat quriladi. Demak, bu deganiki jamiyatning butun g'ishtlarini ayollar yetishtirib beradi. Juda katta mas'uliyat bor ayollarda. Ayol kishi ijtimoiy tarmoqlarda, ko'chada, yoqda bu yerda qoldi degani o'zini ishini qilmayapti degani. Bu yerda uyda asosiy mehnat qolib ketadi. Shuning uchun ko'pincha g'oliban, ya'ni umumiy aytmaymiz, ommani ichida yurgan ayollarning bolalari o'sha tarbiyasi o'ziga yarasha bo'ladi. Qizlari ham, o'g'illari ham masalan o'ziga yarasha. U omma bilan bo'lib qoladi, farzandlariga e'tibor bermaydi. Erkak kishi ko'chani odami, erkak kishi rizq topaman deydi, ko'chada yuradi masalan. Ammo bolaga asosiy tarbiyani ona beradi. Bola doim ona bolaga qarashi, uni sog'ligiga qarash kerak. Masalan, tishi qanday o'syapti, kattarayapti, uni masalan badani qanchalik o'zgaryapti, nima bo'lyapti, uni qanday qilish kerak. U bolani yuvib, tarab, ovqatiga qarash va tarbiyasiga, uni har kungi uyg'ongan, turgan, yotgan, uxlagan hamma holatidan ona xabardor bo'ladi. Mana bu narsada bu hazilakam narsa emas bu. Buni uncha odam qila olmaydi. Erkak kishi qila olmaydi bu ishlarni. Alloh ayollarga mana shu tomonni bergan. Ayol kishi o'zini ishini qilish kerak deyman-da. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda qarasangiz, ayollar o'zini o'zi ko'z qilgan da'vat anonsida bir xil niqobni chala o'rab olib, ko'zlarini bo'yab olib, qo'llari hamma joyi ochilgan, taqinchoqlar ko'ringan, hali qarasangiz bir motosikl minib yurganini tashlaydi, hali qarasangiz bir parashyutdan o'tayotgan bo'ladi o'zini. Qarasangiz bir jardan pastga qarab haqilayotgan bo'ladi. Qiyqirib, baqirib, hammaga o'zini tomosha qilib o'shani tashlaydi masalan. Ha desa muncha podpisчик bo'ldi, muncha nima bo'ldi degan narsa. O'zicha hijoblaydi u. Bu hijob emas bu narsa. Bu narsa hech qanaqangi ayol kishining holati emas bu. Ayollarning holati vaqorna fi buyutikun. Ayol uyda o'tiringlar degan. Illoki chiqib masalan jamiyat emasda aralashib, masalan ayol kishi o'zi ehtiyoj bo'lgan holatlari, masalan tish doktori ishlash mumkindir, ayollar doktori, ayolga ehtiyoj bor masalan ishlashlarda ham. Muallimalar bor, bog'chada muallima bo'lishi mumkin masalan ayol kishi. Shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, bu boshqa endi. Bu ham bu o'zini asosiy ishini ham qilsin va buni ham ortib bu narsani ham qilishi mumkin. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda bunaqangi o'zini ko'z qilib, bunaqa qilib ummu fulan, ummu illon deb o'ziga o'zi nom qo'yib, bunaqa qilib yurish, ko'z qilishi hech bir to'g'ri kelmaydi, shariat asoslariga to'g'ri kelmaydigan holat. Ammo da'vat qilib odamlarga ma'rifat ulashadigan ayollar bo'layotgan bo'lsa, ular ham juda ko'payib ketgan. Hozir bir munosabat uchun aytaman men. Shariat nomidan gapirayotgan odam shariatni tushunib, bilib keyin gapirish kerak. Hamma o'zicha o'zi bir chiqib olib turib, kim nima desa gapirsa bo'ldi, meni gapim o'xshayapti deb, uniga bir 4-5 ta avom odamlar olqishlaganiga meni gapim o'xshab ta'sirlanganlar ko'paydi deb o'ylaydi, lekin o'z navbatda katta xatolarga yo'l qo'yadi bu odam. Shuning uchun keyin u xatosini to'g'rilay olmay qoladi. O'zi ham bilmaydi xato qilganini. Ana bu narsa qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishi mumkin. Birinchi o'rinda inson ta'lim olib, o'zidan jaholatni ketkazishi kerak. Va o'ziga eng muhim bo'lgan narsani qilsa, undan keyin ortsa, mana shunday tartib bilan bo'ladi. Vallohu